Assalomu alaykum. Yana bir bor ot mavzusini davom ettiramiz. Demak, noun bu ot so'z turkumi. Bu haqida keling chuqurroq o'rganib chiqamiz. Noun ya'ni ot so'z turkumi asosan 3 ta so'roqlarga javob beradigan so'zlardir. Kim, nima va qayer so'roqlariga javob bo'luvchi hamma so'zlar bular noun hisoblanadi. Misol uchun, kim so'rog'iga javob bo'luvchi so'zlar: a teacher, o'qituvchi; a student, talaba; a woman, ayol; yoki John, ya'ni odamning ismi ham kim so'rog'iga javob bo'la oladi. Nima so'rog'iga javob bo'ladigan so'zlar: a book, kitob; a cat, mushuk; a knife, pichoq; Snoopy yoki odamning ismi. Bu so'zlar nima so'rog'iga javob bo'lishi mumkin. Qayer so'rog'iga javob bo'ladigan so'zlar: a park, a city, shahar; a continent, qit'a yoki London, bu shaharning nomi. Ko'rib turibsizlar, bu so'zlarimizni hammasi ot so'z turkumiga oid bo'lgan so'zlar hisoblanadi. Endi ot so'z turkumi ikki asosiy guruhga bo'linadi: common noun va proper noun. Ikkalasi ham, common noun va proper noun ham odamlarni, narsalarni, joylarni bildirishi mumkin. Common noun turdosh ot, proper noun esa atoqli ot. Misol uchun, a teacher desak, bu common noun. Lekin aynan qaysidir bir teacherni ismini aytmoqchi bo'lsak, masalan, men Otabek, u proper noun, ya'ni atoqli ot hisoblanadi. A city degani bu shahar. Dunyoda shaharlar juda ko'p, lekin o'sha shaharlardan bittasini nomini aytmoqchi bo'lsak, misol uchun Tashkent, bu proper noun hisoblanadi. A cat, mushuk. Mushuklar juda ko'p yer yuzida. Biror bir mushukni nomi bilan aytmoqchi bo'lsak, misol uchun Diana. Yoki a painting, surat. Aynan biror bir suratni nomini aytmoqchi bo'lsak, misol uchun Mona Lisa, bu suratning nomi, bu proper noun hisoblanadi. Demak, proper nounda bor yo'g'i ikkita qoida mavjud. Proper nounlar doim bosh harfda yoziladi va ular sanalmaydi. Misol uchun, mana bu so'zlar, Otabek, Tashkent, Diana, Mona Lisa, bular doim bosh harfda yoziladi va ular sanalmaydi. Sanalmaydi degani, ularga bitta, ikkita deb aytib bo'lmaydi. Masalan, bitta Toshkent, ikkita Toshkent deb bo'lmaydi. Lar qo'shimchasi ham qo'shilmaydi. Shuning uchun ular proper noun, ya'ni atoqli otlar deyiladi. Demak, common noun o'zi ikkiga bo'linadi: concrete noun va abstract noun. Xo'p, keling nimaligini bilib olamiz. Concrete noun bu aniq ot. Ta'rif quyidagicha: ko'rib, tegib, tatib, hidlab, eshitib bo'ladigan hamma narsa bu aniq ot, ya'ni concrete noun hisoblanadi. Bunga misol bo'ladi. Misol uchun, odamlar, ya'ni ko'zimiz bilan ko'ramiz odamlar. Odamlarni biz mana bunday aytishimiz mumkin: a man, erkak kishi; a woman, ayol; a child, bola; a teacher, o'qituvchi; a doctor, a policeman; an athlete, a musician; a historian, a dancer, a pirate. Bularning hammasi odamlarni, turli xil odamlar turlari. Yoki narsa buyumlarni aytsak bo'ladi. Bularni ham biz ko'zimiz bilan ko'rib, tegib bilamiz. Masalan, a shoe, tufli; a book, kitob va hokazo so'zlar. A pencil, a bucket; water, ana suv degani; sugar, shakar; honey, air. Airni ko'zimiz bilan aniq ko'ra olmasak ham, lekin air bilamiz, bu nafas oladigan havo. Hair, soch yoki a car, mashina; a plane, samolyot. Bu narsalar aniq ot, ya'ni concrete noun hisoblanadi. Yoki biror bir joylar ham aniq otga kiradi, concrete noun. Masalan, a house, uy. Endi house'ni narsa desak ham bo'ladi, joy desak ham bo'ladi, chunki bu joy, yashaydigan joy. A school, maktab; a mountain, tog' va hokazo, mana shunga o'xshagan so'zlar. A lake, a desert, an ocean; a street, ana ko'cha; a city, country. Hattoki mana bu so'zlar ham, top, bottom so'zlar ham ot so'z turkumiga kiradi. Top degani biror narsani tepasi, bottom pasti yoki osti. Xo'p, concrete noun tushunarli bo'lyapti deb umid qilaman. Abstract noun bu o'sha concrete nounni teskarisi, ya'ni ko'rib, tegib, tatib, hidlab
eshitib bo'lmaydigan narsalar, ya'ni mavhum narsalarda. Bularga masalan hissiyotlar bo'lishi mumkin, emotions, love, sevgi, happiness, baxt yoki sadness, xafalik. Mana shu so'zlar ot so'z turkumiga kiradi. Bularni biz ko'zimiz bilan ko'rib, qo'limiz bilan ushlab bilmaymiz. Ular mavhum, ularni biz his qilamiz. Yana anger, g'azab, fear, qo'rquv, humor, hazil. Bu so'zlarning hammasi ot so'z turkumiga kiradi va ular nima so'rog'iga javob bo'ladi. Concepts, ya'ni g'oyalar, tushunchalar. Bular ham mavhum otga kiradi, abstract noun hisoblanadi. Masalan, wealth, boylik, health, sog'liq, time, vaqt. Time haqida yana izoh beraman. Future, kelajak, society, jamiyat va hokazo. Mana shu so'zlar hammasi abstract noun hisoblanadi. Xo'p, mana bu kichkina matnchani o'qib, shu matnning ichidan nounlar, ya'ni ot so'z turkumiga oid bo'lgan so'zlarni ajratib oling. Videoni pauzaga qo'ying va ko'rib chiqing, qaysi so'zlar noun bo'lishi mumkin. Keling endi o'zim ko'rsataman. Mana bu so'zlar noun hisoblanadi. Kommentda yozib qo'ying, qaysi so'zlar qaysi otga kiradi. Common noun yoki proper noun, concrete noun, abstract noun, qaysi otga kiradi. Xo'p, ot o'zi nima ekanligi haqida tushunchaga ega bo'ldingiz deb umid qilaman. Keyingi videoda otni yana boshqa qoidalari haqida gaplashamiz.